Assalamu alaikum, hürmetli televizyon köyükçüler. Erik Televizyesi'ne hoş geldinler. Bugünkü siyaset meydanı sohbet programımızda Kanada'da yaşap duruvatkan, tanılgan yazgıcı ve inkılapçımız G'ulam Osman Zulfikar efendim bilen bazı nazik, mühim temalar hakkında məxsus sohbet edip badık. Dikkat bilen anlayışlar. Ketellerdeki Uygur yaşlarının izbasar liderlerini terbiyeleştiren kandak yolları var. Bunun yolları hali köp. En yaxşısı üniversitetlerde münasibetli kesipler var. Mesela halkara münasibetler ilmi, siyasi, diplomatiya qatarlıq. Lekin bu iş bizning arzumuzga uygun kelmey qilishi mumkin yoki bizning sharoitimiz uygun kelmey qilishi mumkin. Bunda avvalda o'zlarimiz qisqa ve o'rta darajalik kurslarni o'tish orqali bu tarbiyalashni elib borsak bo'ladi. Bu tarbiyalashni elib beriladigan bu kurslarni har qaysi tashkilotlar o'zlarining xizmat funksiyasiga qarata o'qitish programmalarını belgilab, bu şekilde elib basın buldu. Ya ki teşkilatlar ara bir hemkarlık ya coordination kılıp birlik kelgen halda her teşkilat bir ya ki bir neçe terbiyeleş obyektlerini evetiş arkalık ma'lum yerde kurs kılıp terbiyelesin buludu. Rahmet. Bazılar Xitay hükümetinin nöbetdeki çekten aşkan bastırış siyaseti Uygurlarını zoravallık yoluga menişki mecburlawatıdı dep qaraşmakta. Bununla siz qanday qaraysiz? Bu meselede iki taraf var. Biri istihilik karşılıkla umumen zulüm besim tüpeyledim partilap çıkıdı. Eğer biz Şarkı Türkistan'daki milli karşılık hareketlerini fakat Xitayning zulmü tüpeyledim kelip çıkan istihilik karşılık dep qarasak, o halda Xitaylar zulümni toxtatsa Uygurlar karşılık qilmaydi degan mesele kelip çıkıdı. Bu o kadar doğru olmaydı. Çünkü bizning maqsadimiz Xitaylar zulüm qilmagancha davomlashadigan harakat emas. Bizning nishonimiz, g'oyamiz Sharq Turkiston davlatini mustaqil qilish, tajovuzchi Xitoylarni qo'g'lab chiqarish uchun bo'lardi. Undan keyin bu Xitoy zulm qilsa shiddatlanadi va istihiylik tus oladi. Agar Xitoy zulüm qilmasa yoki zulümni azaytgan taqdirdami Sharq Turkiston xalqi o'zining azodlik g'oyasidan hech qachon voz kechmaydi. G'ulam efendim, Türkiye siyasetinde görülgen yakınki özgürlüklerinin Uygur meselesiga ko'rsatgan ta'siri qanday bo'ladi? Türkiye gerçi bizning qarindoshlarımızning etnik qarindoshlarımızning devleti bo'lsa-mu, o yanılı başka bir devlet olganligi uchun ular o'zlarining siyosatini öz devletinin payda menfaati ve kelgusi taraqqiyoti uchun en uygun bo'lgan şekilde belgilaydi. Eğer Sharq Turkiston meselesini qo'llash ularning kelgusi g'oyasi uchun foydali bo'lsa qo'llaydi. Eğer Sharq Turkiston meselesini qo'llash Türkiye hükümeti bilen Xitay hükümetinin diplomatiyasiga, iqtisodiy, savdo ve texniki hamkorliklariga ziyon yetkazadigan bo'lsa, u holda Sharq Turkiston meselesini qo'llamaydi. Bu hükümetlerinin almışı bilen münasibetlik emas. Türkiye hükümetinin almışı, Türkiye'de siyasetlerinin yaxşılanyışı,
bizning harakatimizga bek cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Bu Turkiyaning Qiziltashli kitobda belgilangan o'z manfaatini asos qilgan ana siyosatini asos qilib elib beriladi. Shunlashqa bizning bek cho'ng umidvor bo'lishimizning o'rni yo'q. Biz agar bundaq o'zgarishlardan umidvor bo'lsak, buning aqisdan keladigan umidsizlik bizning ruhimizni tushirib yutishi mumkin. Biz ilgarilda ana shundaq bir qutubdan bir qutubga ag'adigan bir xil ruhiy kayfiyat ichida bo'ldik. Bir mezgil Sovet bizga yordam qiladi degan umidni kutdik va andan umidsizlik patdik. Aqıdan Türkiye yardım qiladi dedik. Türkiye yardım qilmaydi ekan deb Türkiyeni düşman tizimlikka kirgizib qo'ygan siyosiy yo'llarimiz bor. Demak, buningdan biz shu ochiq saboqni hosil qilamizki, biz o'zimizning umidini tashqi kuchlarga bog'lab qo'ysak bo'lmaydi. Bu o'zimizga bog'liq oldi bilan. Rahmat. Uyg'ur qarshiligini Xitoy hukumatı bütün gücü bilen terrorizmga bağlap tushuntirib o'tadi. Buning g'arb dunyosining Uyg'ur masalasiga qaratidigan siyosatiga ko'rsatadigan ta'siri qanday bo'ldi? Bu terrorizm masalasi ko'p so'zlandi. Men ilgariki kitoblarimda, maqolalarda o'tirib qo'ydim bu masalani. Her qanday bir hokimiyatning dushmanga ehtiyoji bo'ladi. Düşmanga bo'lgan ehtiyoj shuning uchun kelib chiqadi. Xalqni ittifoqlashtirish, davlatning hokimiyati atrofiga jam qilish uchun düşmanga ehtiyoj bo'ladi. Tashqi dushman vahimasi yaratilganda andin dushman shu davlat xalqi ichki jihatda ittifoqlasha oladi. Masalan, ilgari Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari yoki NATO davlatlari o'zlariga kommunizmni dushman deb belgilagan. Sovet tahdidi orqali o'zining xalqini harbiy xarajatlarga xajlanayotgan, sarf qilinayotgan iqtisodga to'g'ri qarashda bo'lishga yo'llandirgan. Yani pulning ketgan yeri haqida bir adres ko'rsatgan. Uningsiz bir dushman mavjud bo'lmagan ahvolda harbiy hozirliklarga xajlangan pul uchun adres ko'rsatkili bo'lmaydi. Uning uchun davlatlarda biri davlat siyosatini yaxshi yurgizish, xalqning himoyasiga erishish, xalqning vatanparvarlik tuyg'ularini sovutib qo'ymaslik uchun doim kun tartibda bir dushman bo'ladi. Kommunizm yemirilgandan keyin, Sovet ittifoqi tahdidi o'rtadan qolgandan keyin Amerika uchun yangi dushman belgilashga to'g'ri keldi. Bu sababdan bu terrorizm maydonga keldi. Bu biz uchun aytganda bek ciddi munosabatlik deb qaramayman. Chunki Amerika belgilagan terrorizm asasen O'rta Sharq davlatlarga qaratilgan. Agar Amerika siyosati Xitoy bilan bo'lgan munosabatda ma'lum ehtiyojga duch kelgan vaqtida Xitoyning ra'yiga beqib bizning harakatlarimiz mayli qanchalik insoniy tusasin, mayli qanchalik sabiy ziyon uchirg'uchi tipida tusasin, Amerika yanılı Xitoyning ra'yiga beqib bu harakatni terrorizm deb e'tirof qiladi. Agar Amerika siyosati Xitoyning orzusiga xilof bo'lishni zarur topsa, o zaman biz minglab Xitoyning kallasini elib etgan bo'lsakmi, Amerika bu harakatni terrorizm demaydi. Shunlashqa bu terrorizm ibarəsindən bizning qo'rqib ketishimizning hojati yo'q. Bu bizning irodamizga bog'liq emas. Bu Amerika siyosatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi temperaturasiga bog'liq.
Qashqa Yiğitka Camisi'nin imamı boğan Cüme Tayir'nin Uygur fidakarları tarafından öldürülüşü, Uygur karşılık hareketinin öz içideki hainliğini aldı bilen fazlalaşkı yüzlengenlikinin alameti mı? Menimçe unda bo'lishini tayin. Chunki bizning vatan ichidagi qarshilik harakatlarimiz hali ham sistemalik, plan, programmalik bir qarshilik emas. Tashkillik emas. Buning uchun bu qarshilik harakatlari ma'lum plan, ma'lum g'oya, ma'lum liniya asosida elib berilmayotdi. Undaqki ular oldi bilan munofiqlarni tozalaymiz, aqidin Xitoylarga zarb beramiz deydigan bundaq bir ish tartibini belgilayapmidi deb o'ylayman. Ular kim o'nkasa, qandaq bir dushman nishoni o'nkasa va hujum qilish qulaylik bo'lsa, shuning zarb beryotdi. Rahmat G'ulom efendim. Vatandagi ba'zi diniy zotlarning islom dinini burmulab tushuntirishiga qanday qaraysiz? Bu navbatdagi eng jiddiy masalalarning birisi. Har qanday ozodlik harakati bo'lsin, har qanday boshqa tipdagi harakat bo'lsin, hatto siyosiy o'zgarish qatorliq umuman hokimiyatni qo'lga keltirish yo'lidagi har qanday qarshilik ma'lum ideologiyani o'ziga asos qilgan bo'ladi. Agar ideologiya to'g'ri bo'lmasa, harakat mag'lubiyatga uchraydi. Bu bir aqlli siyosiy savat. Islom dini yalg'iz e'tiqodimizla bo'lmay, bizning siyosiy programmamizga, bizning ideologiyamizga ta'sir ko'rsatadigan, u bizning tafakkur shaklimizni belgilagan, fikr qilish usulimizni belgilagan, hatto bizning hayot tarzimizni belgilagan bir din. U bizning turmushimizning bulung puchqoqlaridan tortib hamma sohamizga chetiladi. Undan Xitoy buni ba'zilarimizdan yaxshi biladi. Shunga u bizni qalaymiqon qilish uchun, bizning planlarimizni buzish uchun, harakatlarimizni izdan chiqarish uchun, bizni passiv holatga keltirish uchun, bizni biqindilikdan qutulanmaydigan manqurtlarga aylantirish uchun mana shu eng qimmatli yerimizga hujum qilmay qolmaydi. Navbatda vatan ichidagi ba'zi satqun atalmış dini zatlarning islom dinini burmilab tushundirishi ana shu Xitoyning maqsadiga xizmat qilish. İslam dinini burmilash orqali bizning ideologiyamizni qalayimqon qilish, bizning fikr qilish usulimizga astiritdan hukmron bo'lish va o'z plani bo'yicha fikr qiladigan holatga keltirib qo'yishni maqsad qilyapti. Shundaqla bu qilayotgan, qilmoqchi bo'lgan harakatlarimizni mag'lubiyatga uchiradigan bo'lganligi uchun bizning harakat imkonlarimizni qarshilik niyatlarimizni so'g'ichalashtirishni maqsad qilyapti. Uning uchun bu g'alchi diniy zotlar Xitoylarning ana shu planlariga xizmat qilyapti. Bu navbatda biz diqqat qilishga tegishli eng muhim masalalarning biri. O'sha Sharq Turkiston surgundagi hukumati deb bir hukumat borligini, garchi hukumat yana qo'lda tutib ko'z ko'ngil bo'lmasa-mu, anglayapti, xalq anglayapmiz. Bu zot qanday hukumat? Nima sababdan bunday bir hukumat qurish ehtiyoji tug'ildi bizning Uyg'urlarga? Bu hukumat qayerda qurilgan va hozir shunday bir hukumat mavjudmi? Siz bu hukumatga qanday qaraysiz? Sharq Turkiston surgundagi hukumati mavjud bir qurilma. Bu bizning siyosiy da'vomizdagi bir zaruriyat. Chunki boshqa har qanday shakldagi tashkilot bizning da'vomizning salmoqini ko'tarolmaydi. Masalan, Uyg'ur qurultiyi deganda u faqat Uyg'urlarning masalasiga aylanib qoladi.
Şarkı Türkistan sürgündeki hükümeti degendila, andan bu bir devlet davası, bir müstakillik davası buludu. Bu mana şu davanın külümüge, hacmiga ve büyüklüğüge uygun keladigan en mükemmel teşkilat şekli. Şundaqla bu biz kelgüsüde kuradigan devletimizde bo'lishga tegishlik Sharq Turkiston hukumati degan resmi hukumatning bugungi kundagi bir simvoli. Bu xuddi cheksiz yaylaq yoki cheksiz o'rmon va yeshillikni yaxshi ko'radigan kishilarning uyda gul o'stirguniga o'xshash. Bu şu an için bu uyda o'stirilgan bir gül. Bu bizning cheksiz go'zallikka bo'lgan havisimizdan, muhabbatimizdan tug'ilgan bir simvol. Bugungi kunda buning harakat imkonlari intayin tar bo'lsa-mu, buning mavjudligi har qanday boshqa tashkilotning mavjudligidanmi ahamiyatlik. Ben bu Sharq Turkiston hukumatiga ana shunday yuqori ahamiyat beraman va buning muhimligini ta'kidlayman. Hörmətli televizor köykülər, şunun bilan bugungi siyoset meydani suhbat programmamiz müşədə yaxlaşdı. Xeyri xoş, kelar qitimliq sonimizni görüşəylik.